Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Amerikada prezident Barack Obamaning rafiqasi Michelle Obama bolalar va yoshlar orasida semizlikka qarshi kurash boshlagan. Gap shundaki, bu mamlakatda har 3 o'smirdan biri bu kasallikdan aziyat chekadi. Michelle Obama jismoniy tarbiya va sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilmoqda. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi. Michelle Obama boshlagan tashabbusdan asosiy maqsad bolalarni sog'lom hayotga o'rgatish, ovqatlanishdan tortib o'qishgacha. Amerikada bolalar jismoniy jihatdan faol emas. Maktabga mashinada qatnaydi, meva-sabzavot kam yeydi, darsdan keyin kompyuter va televizorga bog'lanib qolgan. So'nggi 30 yilda AQShda yosh avlod 3 karra semirgan. Bunga tik qarab tura olmaymiz, deydi Michelle Obama. Hech kim bolasiga buni ravo ko'rmaydi. Xalqimiz kelajagi haqida gap ketmoqda. Michelle Obama maktablarda sport zallarini ko'paytirib, oshxonalarda sifatli taom tayyorlashga da'vat etmoqda. 30 million bola asosan o'qishda, kafeteriyada tanovul qiladi. AQSh hukumati oshxonalarni yaxshi mahsulot bilan ta'minlash uchun kelasi 10 yilda qo'shimcha 10 milliard dollar ajratish niyatida. Ota-ona uyda bolaga yaxshi qarab, yuvib tarasa, sifatli oziq-ovqatni muhayyo qilsa-yu, maktabda ularga yana yog'li taom berilsa, bunaqasi ketmaydi. Semizlik bois yuzaga keladigan xastaliklarni davolash uchun har yili taxminan 150 milliard dollar sarflanadi. Doktorlar maslahati shuki, bola erta yoshdan sifatli ovqat yeb o'rgansa, keyin ham shu odat bo'lib qoladi. Yurishga, yugurishga qiynalayotgan go'daklarni ko'raman. Semizlik nafas olishni ham qiyinlashtiradi. O'smir paytidayoq diabet bo'ladi ba'zilar. Bundaylar 30 ga chiqmay, buyragi ishdan chiqadi. Bola uchun jismoniy mashq, harakat juda muhim. Ammo kunda 7-8 soat televizor yoki kompyuterga tikilib o'tiradigan amerikalik bolakaylar uchun bu mushkul topshiriq. Turing, o'ynang, harakat qiling. Oq uy bolalar orasida semizlikka jiddiy muammo deb qarab, ta'lim va ma'rif sohasida islohotlar boshlamoqda. Bu bolalar endi sevimli ovqati gamburgerni umuman yemaydi degani emas. Meva, sabzavot va mashqqa ham joy qolsin, deydi Michelle Obama. Karolin Presutti, Shohruh Hamro, Amerika ovozi televideniyasi.